الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Muhammed tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Muhammed suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Muhammed Medine'de nazil bolgan 38 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kafir bolgan ve kişilerini Allah'ın yolundan toskanlarının yaxşı emellerini Allah bekar kılıp etdi. İman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlarının Muhammed'e nazil kılıngan Kur'an ulanın Rabbi terbiyetten kelgen hakikattir. İman etkanlarının günahlarını Allah öçürüp taşlaydı. Ulanın halini yaxşılaydı. Şunun bilen ula günah kılmaydı. Bu şunun içindir ki kafirler batılga yani şeytanga ergeçti. Müminler bolsa Rabbi terbiyetten kelgen hakikatke yani Kur'an'a ergeçti. Allah insanlarga ularning ahvolini shundoq bayon qildi. Kuffarlarning jazosi va mu'minlarning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi. Alloh taolaning oyatlariga kofir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Alloh bekor qilib etdi. Ya'ni uni bekor qilib, yo'q qilib etib, uningga savobni bermaydi, mukofotni bermaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarını bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib etamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarını yo'q chiqaramiz. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarning, ya'ni chin dili ve bütün vücudu bilan iman etgan İçki ve taşqi bütün a'zolari Allah'ın şeriatiga bo'ysunganlarning Muhammedga nazil qilingan Qur'on ularning Rabbi tarafidan kelgan haqiqatdir. İman etganlarning bu ayet Muhammed aleyhisselam payg'ambar qilib avatilgandan keyin Qur'onga iman etish imanning sog'lom bo'lishidagi birinchi shart ekanligiga dalildir. Günahlarını Allah öçürüp taşlaydı. Ularning halini yaxşılaydı. Şunun bilen ular günah qilmaydı. Şükürgüçünün duası rivayet kılıngan hadiste mundaq deyildi. Şükürgüçünün duası rivayet kılıngan hadiste mundaq deyilgen. Allah sizlarni hidayet qilsin, halinglarni yaxshilsin. Bu şunun üçündür ki kafirler batılga yani şeytanga ergeçti. Yani biz fakat kafirlarning amellerini bekar qilib, yaxshi kishilarning gunohlarini kechirim qildik. Ularning ishlarini yaxshiladik. Chunki kafirlar batılga ergeçti. Yani ular haqni qo'yib, batıl yo'lni tanladi. Mu'minlar bo'lsa Rabbi tarafidan kelgan haqiqatga, ya'ni Qur'onga ergeçti. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qildi. Ya'ni Allah ularga ularning amallarining oqibatini, ularning qiyomatda boradigan joylarini ana shundoq bayon qildi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chog'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch-quvvat qolmagan chaqda ularni o'ldirishdan to'xtab,
ularni asir elinglar. Ondan ularni ehson qilish yuzidan qo'yib beringlar. Yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Allah'ın yolunda öldürülgenlerinin, yani şehitlerinin amellerini Allah bekar kılıp etmeydi. Allah ularni hidayet kılıdı ve halini yaxşılaydı. Allah ularni cennetke kirgizdi. Allah ularga tonuttu. Yani cennetke kirgen Adem özünün o yerdeki cahini ilgiri köygендekle bildi. Ey müminler! Sizlar Allohga, ya'ni Odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandek biladi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmaninglar qarshi yordam berdi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kafirlarni Alloh halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu şunun uchundir ki, ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallerini berbat qildi. Düşmanning bo'yniga chepishqa, uni asir elishqa, ondan yaxshilik qilib yoki fidya elib qo'yib berishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarga ularning mushriklar bilan bo'lgan janglarida tayinishga tegishli narsaga tavsiya qilib mundaq deydi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chaqinglarda ularni o'ldiringlar. Ya'ni ularga yuzlansanglar, ularni qilichlar bilan chivib qirib tashlanglar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshi ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Qechib ketmasligi va sizlarga qarshilik qilmaslik uchun asirga tushganlarni ching bog'langlar. Ondan urush tugab, jang maydonidan ayrilgandan keyin asirlarni qandoq bir taraf qilish to'g'risida sizlarga ixtiyorlik berildi. Agar sizlar xohlasanglar, ularga yaxshilik qilib, ularni haqsiz, ya'ni to'lamsiz qo'yib etinglar. Agar xohlasanglar, ularni qo'yib berish badaliga pul mol berish shartini qo'yib, ulardan fidya elinglar. Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, bu oyat Badr urushidan keyin nozil bo'lgan. Pak ve yüksek Allah hakikaten şu günde müminlerinin əsirlərdən fidya elişini közləb, müşriklərini az öldürüb, köp əsir ağanlığı üçün onları kayıb mındaq dedi. Peyğəmbərgə zimində düşmənini köprək öldürməy turub, yani müşrikliknin hayvısını yoxtub, İslam'a quvvet verməy turub, əsirlərdən fidya eliş layiq emas idi. Ey müminlər, sizlər fidya eliş üçün dünya menfaatini közləysizlər. Allah sizlərə ahiretini, yani ahiretinin savabını tiləydi. Allah g'olibdir, hikmet bilen iş qilg'uchidir. Allah'ın ochiq cheklanmagan ishini qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilisi bo'lmasa edi, asirlardan fidya olganliqinglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Allah'ın ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilisi bo'lmasa edi, asirlardan fidya olganliqinglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Mujahid bu oyatni taki Meryem'nin oğlu İsa aleyhisselam tushganga qadar
ish mana shundoqdir deb tafsir qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bu tushunchani payg'ambar alayhisalomning mening ummatimdan bir turkum kishilar davomli haq ustida bo'ladi, toki ularning oxir qillari Dajjal bilan jang qiladi degan so'zidan olganligi ma'lumdir. İmam Ahmad Jubayr ibn Nufaylning mundaq deganligini rivoyat qildi. Salama ibn Nufayl ularga o'zining payg'ambar alayhisalomning yeniga berib, uningga men haqiqatan otdan zerikdim, Qur'onni tashladim, urush o'zining ig'ir yukini tashladi. Men endi hech urush bo'lmaydi dedim. Deganda payg'ambar alayhisalomning uningga urush endi boshlandi. Mening ummatimdan bir turkum kishilar davomli ozg'un insonlarning ustidan g'alaba qiladi. Alloh taolo nurg'un qavmlarning dillarini hidoyatdan burib etadi. Shuning bilan ular dillari burib etilganlar bilan jihad qiladi. Alloh mujohidlarga ularning mol mulkini g'animat qilib rizq qilib berdi. Toki Allohning amri, ya'ni qiyomat kelgan qadar ular mana shu holatda davom qiladi. Bilinglarki, mu'minlarning yurtining markazi Sham zaminidir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Bilinglarki, mu'minlarning yurtining markazi Sham zaminidir. Atlarning ko'killariga qiyomat kunigacha yaxshilik chekilgandir deganligini xabar qilgan. Bu hadisni İmam Nasai mushundaq rivoyat qilgan. Agar Alloh xolisa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilar, ularni jazolagan bo'ladi. Ya'ni agar Alloh xolisa o'z azob dargohidan tushirish orqali kofirlarni cho'nqim jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Ya'ni sizlarni sinash uchun, sirlaringlardan voqif bo'lish uchun Alloh sizlarga jihadni dushmanlar bilan jang qilishni yo'l qo'ydi. Alloh jihadni yo'l qo'yishdiki hikmatni Sura Al-Imrondagi ey mu'minlar jamiyasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar degan oyatida va Sura Tavbadagi ular urush ichinglar, Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qildi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir degan oyatida bayon qilgan. Shahidlarning fazilati to'g'risida nurg'un mu'minlarning urushda o'lib ketishi urushning asli mohiyati bo'lganligi uchun Alloh mundaq deydi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib o'tmaydi. Ya'ni uni hargiz yo'q qilib o'tmaydi. Balki uni hassilab ko'paytib, avutib beradi. Ularning ba'zilarining amalining savobi uning butun barzakh hayotida, ya'ni qabrga kirgandan keyin tatib qiyomat bo'lganiga qadar uning yetib turdi. Bu haqda İmam Ahmad Qays ibn Juzamidan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shahidning tunji bir tomchi qini tamgan
shahidning tunji bir tomchi qini tomchigan chog'dala uningga 6 turlik alohidlik berildi. Ya'ni uning butun xatoliklari o'chirildi. Jannatdagi o'rnini ko'rdi. Shayxlar ko'zlik ko'rlar jup qilib berildi. Cho'ng qo'rqinishdan, qabr azobidan amin qilindi. Iymon go'zalligi bilan beziladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Abu Darda radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Shahidning oila tavasidan 70 kishiga shafaat qilindi. Shahidning fazilati to'g'risida kelgan hadislar nihoyat ko'p. Allah ularni jannat tarafga hidoyat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shubhisizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlarni Rabbi ularning iymoni sababidan ostidan o'stanglar eqib turadigan nozu ne'matlik jannatlarga yetaklaydi. Ve halini yaxshilaydi. Allah ularni jannatga kirgizdi. Allah onu ularga tanıttı. Yani jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla biladi. Yani Allah Teala ularga jannatni tanıttı ve ularni onunga yetakladi. Mujahid bu oyat haqida ahli jannat Allah Teala ularga jannatni taqsim qilib bergan uylarga, turalg'i joylarga hech xatolashmasdan go'yo ular yaratilgandan beri shu uylarda turayotgandekla birasining ko'z tutib qo'yishiga muhtoj bo'lmasdan tepib bordi degan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Buxoriy Abu Said Xudri radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar mu'minlar davzaqdan qutulsa, ular jannat bilan davzaq orasidagi bir ko'rik ustida to'silib qoladi. Ular dunyodagi chog'larda o'zaro qilishgan zulmlardan bir-biridan qisos ilishidi. Toki ular qilgan zulmlaridan poklanib, tozalangan chog'da ularga jannatga kirishga ruxsat qilindi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allah bilan qasam qilamanki, ulardan biri jannatdagi uyini dunyodagi o'z o'ltirgan uydanmi oson tepib bordi. Allah Teala'ga yardım beringlar. Allah Teala mu sizlarga yardım berdi degan so'z to'g'risida. Ey mu'minlar, sizlar Allah'a, yani Allah'ın diniga yardım bersanglar, Allah sizlarga düşmanlarga qarshi yardım berdi. Qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Kimiki Allah'ın diniga yardım berdiken, elbette Allah onunğa yardım berdi. Şek şübhisiz ki mukafat amelning öz tipidan bo'ladi. Shuning uchun Allah Teala qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qildi dedi. Bir hadisda mundaq rivoyat qilingan: Kimiki sultanga, padişah yoki valiga hojatini yetkazishga qodir bo'lolmaydigan kishining hojatini yetkazib qo'ysa, Allah Teala uning qadamlarini qiyomat kunigacha to'g'ri yo'l ustida mustahkam qiladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Kafirlarni Allah halak qiladi. Bu Allah Teala'ga ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a yardım bergichi mu'minlarning qadamlarini mustahkam qilishning dal aksidir. İmam Buxoriy Peygamber aleyhisselamning undaq deganligini rivoyat qildi. Tillağı qul bo'lgan, tengiga qul bo'lgan, ipak raxtga qul bo'lgan odam halak bo'lsin. U halak bo'ldi. Uni ochko'zlikdan iborat bir kasal chirmab oldi. Agar u yiqilib tikan kirib ketsa, uni chiqara olmaydi. Ya'ni g'olib va buyuk Alloh taolo unga shifolik bermaydi.
ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Ya'ni Alloh taolo uni bekor qilib yo'q chiqaradi. Bu shuning uchundirki, ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan, ya'ni uni xolamaslik va yoqtirmaslik bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Elhamdülillah, yuqorida Sura Muhammad tafsiridan 9-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.